Har safar telefonimga xabar kelganida o'limni his qilaman. Siz buni tushunmaysiz. Oddiy ding etgan tovush yuragingizni to'xtatib qo'yishi mumkinligini bilmaysiz. Yoningizda eringiz, halol, mehnatkash, sizni jonidan ortiq ko'radigan inson uxlab yotibdi. Siz esa uning yonida yotgan holda boshqa erkakning quliga aylangansiz. Mening ismim Laylo va men tirik murdaman. Hammasi qanday boshlangan edi? Bir chimdim mehr, bir tomchi ehtiros va seni sevaman degan yolg'onlar. Meni jannatga olib kiraman deb va'da bergan qo'llar aslida meni jahannamning eng tubiga uloqtirgani haqida aytib beraman. Bu mening iqrorim. Balki bu mening so'nggi so'zlarimdir. Men kimmandim? Men shunchaki Botir akaning xotini edim. Botir u yomon odam emas. Yo'q, aslo. U ideal namunali ota bo'lishi mumkin edi. U uyga pul olib keladi, bozorni qiladi, bayramlarda gullar olib keladi. Lekin u meni ko'rmasdi. Tushunyapsizmi? U uyga kiradi, ovqatlanadi, televizor ko'radi va uxlaydi. Men u uchun uyning bir qismi edim. Chiroyli mebel, toza dasturxon yoki javondagi qimmatbaho guldon. Guldonning ichida nima bor? Suvi qurib qolmadimi, gullari so'lib qolmadimi? Bu bilan uning ishi yo'q edi. Men esa ayol edim. 28 yoshdaman. Qonim qaynoq, yuragimda hali aytilmagan minglab so'zlar bor. Ko'zguga qarab yig'lardim. Nahotki hayotim shu derdim o'zimga. Ishga boraman, raqamlar, hisobotlar, zerikarli yuzlar. Uyga kelaman, sukunat. Men shunchaki gaplashni, kimdir ko'zlarimga tikilib, bugun go'zal bo'lib ketibsan, deyishini istardim. Och edim. Mehrga, e'tiborga, ehtirosga och edim. Va och odam zaharli ovqatni ham eng shirin taom deb o'ylar ekan. Sardor. U bizning ofisga xuddi dovuldek kirib keldi. Tekshiruvchi bo'lib kelgandi. U Botirga umuman o'xshamasdi. Uning ko'zlarida hayot bor edi. Qop-qora, o'ynoqi va juda jur'atli ko'zlar. U birinchi marta menga qaraganida hisob-kitob qog'ozlarim qo'limdan tushib ketayozdi. U shunchaki qaramadi, u meni yechintirdi. Nigohlari bilan ruhimni yalang'ochladi. Sizdek go'zal ayol nega bunchalar ma'yus, dedi u sekin, xonada hech kim yo'q edi. Uning ovozi o'sha baxmaldek ovoz. Biz gaplashib qoldik. Avvaliga ish, keyin ob-havo, keyin esa hislar haqida. U usta ovchi edi. Men esa to'rga tushishni kutib turgan o'lja. Sizdan bahor hidi kelyapti, Laylo, derdi u stulimga egilib, nafasi bo'ynimni kuydirib. Yuragim ko'krak qafasimni yorib chiqib ketgudek urardi. 10 yillik turmushimda erim sezmagan bahorni bu begona yigit bir kunda sezdi. Biz uchrashishni boshladik. Yashirincha. O'sha birinchi oqshom. Yomg'ir yog'ayotgan edi. Uning mashinasidamiz. Oynalar bug'langan. Dunyoda faqat u va men bordik. U yuzimni kaftlari orasiga oldi. Uning qo'llari qaynoq edi. Bu gunoh deb pichirladim men. Eng shirin narsalar har doim taqiqlangan bo'ladi, dedi u va lablarimga yopishdi. O'sha bo'lsa portlash edi. O'sha paytda men erimni, oilamni, nomusimni, hammasini unutdim. Men shunchaki ayol edim va meni kimdir xohlayotgan edi. Oylar o'tdi. Men 2 xil hayot yashardim. Kunduzi Botirning yuvosh xotini. Kechasi yoki tushlik payti Sardorning ehtirosli mashqasi. Biz shahar chetidagi mehmonxonalarga borardik. U yerda vaqt to'xtab qolardi. Sardor meni kaftida ko'tarardi. Sovg'alar, shirin so'zlar, va'dalar. Seni eringdan qutqaraman, biz birga bo'lamiz, derdi u. Men ahmoq esa unga ishonardim. Lekin vaqt o'tishi bilan jannatning devorlari dars keta boshladi. Sardor o'zgardi. Uning rashki muhabbatdan emas, egalik hisdan ekanini kech tushundim.
U telefonimni tekshiradigan bo'ldi. Nega eringga kulib qarading deb so'roq qiladigan bo'ldi. Axir u erim-ku desam, ko'zlari qonga to'lardi. Bir kuni yana o'sha mehmonxonada men qaror qildim. Vijdonim qiynayotgan edi. Erimning ko'ziga qaray olmasdim. Sardor, bas. Hammasini to'xtatamiz. Men charchadim, dedim. Men kutgandimki, u tushunadi, xayrlashadi. Lekin u kuldi. Qahqah otib kuldi. Bu kulgi xonadagi havoni muzlatib yubordi. To'xtatamiz. Sen meni shunchaki foydalanib tashlab ketadigan buyum deb o'yladingmi? U menga yaqinlashdi. Men orqaga tisarildim. Men seni sevdim, Laylo. Sen esa o'yin qilyapsanmi? Yo'q, Sardor, iltimos. U bilagimdan tutdi. Qattiq. Suyagim sinib ketayozdi. Sen meniksan. Tushundingmi? Faqat meniki. O'sha kuni u meni o'pmadi. U meni sindirdi. U mening xohishimga qarshi, mening ko'z yoshlarimga parvo qilmay o'z nafsini qondirdi. Men o'sha kuni mehmonxonadan chiqib, yomg'ir ostida yig'lab ketdim. Men endi mashqa emasdim. Men qurbon edim. Qo'rquv. Endi hayotimning nomi qo'rquv edi. Sardor tinchimasdi. U endi oshiq emas, xo'jayin edi. Uyda erim bilan kechki ovqatda o'tiribmiz. Botir ishxonasidagi qiziq voqeani aytib beryapti. Birinchi marta u men bilan gaplashyapti. Men esa titrayapman. Telefonimga xabar keldi. Sardor, ering yoningdami? Hozir unga qo'ng'iroq qilib, xotining qanday hunarlari borligini aytib beraymi? Qo'limdagi piyola tushib ketdi. Choy dasturxonga to'kildi. Nima bo'ldi, Laylo? Botir xavotir bilan qaradi. Hech narsa, boshim aylandi, dedim zo'rg'a. Men Sardorga yozdim, iltimos meni tinch qo'y. Nima xohlasang beray, faqat ket. U darhol qo'ng'iroq qildi. Ovozida zaharxanda bor edi. Qochmoqchimisan? O'yin endi boshlandi, jonim. Telegramingga qara. Senga sovg'a yubordim. Men titroq qo'llarim bilan telegramni ochdim. Video yuklanyapti. Ochdim. Dunyo qorong'ulashdi. Bu biz edik. O'sha mehmonxonada. Biz yalang'och edik. U yashirin kamera qo'ygan ekan. Har bir harakatimiz, har bir o'pichimiz, mening har bir nolam hammasi yozilgan edi. Men qichqirib yuborishdan o'zimni zo'rg'a tiydim. Vannaxonaga yugurib kirdim, suvni ochib qo'ydim va og'zimni sochiq bilan yopib, ovozsiz dod soldim. Sardor yana yozdi, bu videoni Botir akaga yuboraymi? Yoki dadangni telegramiga tashlaymi? Yoki ofisdagi umumiy guruhgami? Tanla. Men cho'kdim. Tizzalarim polga urildi. Nima xohlaysan deb yozdim. Seni xohlayman. Qachon aytsam kelasan? Nima desam qilasan? Sen mening qo'g'irchog'imsan. Agar bir marta yo'q desang, bu video butun internetda aylanadi. Ering seni o'ldiradi, ota-onang esa sharmandalikdan o'ladi. Shu kundan boshlab Laylo o'ldi. Endi siz ko'rib turgan bu ayol shunchaki niqob. Men ertalab turaman, erimga nonushta tayyorlayman, uning yuziga soxta tabassum bilan qarayman. U meni o'pib ishga ketadi, bechora. U bilmaydiki, xotini bir necha soatdan keyin boshqa erkakning buyrug'ini bajarish uchun ketadi. Men Sardorning aytganini qilyapman. U chaqiradi, boraman. U tahqirlaydi, chidayman. Chunki menda boshqa yo'l yo'q. Birgina xatoim, birgina ehtiros deb atagan gunohim meni shunday tuzoqqa tushirdiki, undan chiqishning yagona yo'li o'lim. Ba'zan o'ylayman, hozir borib erimga hammasini aytsammikan? Balki u meni o'ldirar. Mayli, o'ldirsin. Bu azobdan ko'ra o'lim afzal emasmi? Lekin
Botirning ko'zlaridagi ishonchni ko'rib tilim aylanmaydi. Aziz ayollar, sizga aytar so'zim bitta. Ehtiros bu olov. U sizni isitishi mumkin, lekin nazoratsiz qolsa u sizni butunlay kulga aylantiradi. Men o'sha kulman. Mening hikoyam tugadi deb o'ylamang. Mening jahannamim har kuni tongda qaytadan boshlanadi. Agar buni eshitayotgan bo'lsangiz men uchun duo qiling. Shunchaki duo qiling.